Kimlardir bu hayvondan jirkanishi mumkin, lekin bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgan odam bularni aniq sevib qoladi. Demak, bular xabari bor odamlar biladi. Zuluglar. Zulug organizm uchun juda ham foydali bo'lgan tabiiy davolash usullari. Ayniqsa dori-darmondan charchadingiz, o'zingiz tabiiy usul bilan davolashni xohlaysizmi? Demak, bu video aynan siz uchun. Video oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, biz zulug haqidagi to'g'ri, hech kim bilmagan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Demak, zuluglar tabobatda qadim zamonlardan beri foydalanib kelinadi. Odamlar juda ham foydali bo'lganligi uchun hozirgi zamon meditsinasi buni albatta tasdiqlagan. Yevropa davlatlarida asosiy davolash usullaridan biriga aylanib bo'lgan girdoterapiya. Demak, zuluglarning asosiy vazifasi bizdan faqatgina qonni sug'urib, qon ichish emas, bulardagi asosiy odamiga beradigan foydasi buni so'lagida bo'ladi. Demak, so'lagidan girdotning asosiy qon suydiruvchi modda ajralib chiqaradi. Demak, zuluglar odamlarga foydalanishi mumkin bo'ladi. Albattagina faqat o'sha yaxshi mutaxassis tomonidan qilinadi, chunki zuluglarni meditsinskiy bo'lmagan foydali emas, zararli bo'lgan turlari ham topiladi. Bundan tashqari uni qo'yilish tochkalari ma'lum bir miqdorda belgilangan. Ayrim holatlarda zuluglarni kimlargadir mumkin bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun yaxshi mutaxassis nazoratda olish albatta foydali bo'ladi. Demak, zuluglar organizmga qanaqa foyda beradi? Boya aytib o'tganimdek, zuluglar har xil razmerda bo'ladi. Kichkinadan o'rtacha, kattasi bo'lishi mumkin. O'sha kerak joylarga zulugdan albatta chandiq qoladi. Faqatgina yaxshi mutaxassis tomonidan buni razmeri terini kerakli qatlamni kerakli hol tanlab qo'yilsa, hech qanaqa dog' qoldirmaydi, aniq. O'shaning uchun zulug qo'ydirishda birinchi bo'lib mutaxassis tanlashimiz kerak bo'ladi. Demak, zulug qo'yildi. Kichkina zulug o'rtacha 3 grammgacha qonimizni so'rishi mumkin. Kattaroq zuluglar bo'lsa 5-6, eng kattasi 10 grammgacha qonimizni so'rishi mumkin. Demak, asosiy haligacha misol uchun zuluglarni olimlar o'rganib, buni so'lagidan ajraladigan fermentlarni hali ham to'liq o'rganib bo'lmagan. Hozircha olimlarga ma'lumi 100 dan ortiq tabiiy bo'lgan ferment ishlab chiqariladi. Organizm uchun albatta hammasi juda ham foydali. Ko'pchilik hijoma bilan zulugga bitta narsa deb o'ylashadi. Demak, shu o'rinda hijoma haqida ham gapirib o'taman. Birinchi o'rinda hijoma juda ham foydali. Hijoma qildirilishi kerak. Zulug boshqa yo'nalishda, hijoma umuman boshqa yo'nalishda. Ikkalasi ham qonni suyultiradi, lekin hijoma organizmga keraksiz toksinlarga boy bo'lgan, keraksiz qo'pol qo'yayotgan musor qonlarni organizmdan polni olib tashlaydi. 100-200 grammgacha bo'lgan bitta seansda. Zulug bo'lsa 4-5-10 gramm qon ichadi, lekin buni so'lagiga qonni suyultiradi. O'shaning uchun birinchi bo'lib qoni juda ham quyuq odamning diqqatiga birinchi bo'lib hijoma olinadi, 2-3 ta kurs, ketidan 2-3 ta kurs zulug qo'yiladi. Ana o'shanda siz juda ham maksimal darajada ijobiy ta'sir olasiz organizmingizda. Demak, zuluglar shu so'lagi bilan suyultirishni bildik. Bu haqda yana ham to'liqroq ma'lumot oladigan bo'lsa, YouTube kanalida qidiradigan bo'lsanglar, juda ham ko'p ma'lumotni keltirib o'tirgan. Google dan qidirsangiz ham bo'ladi bu haqda. Demak, zulug qanaqa odamlarga va qaysi kasalliklarga zarur mumkin? Deyarli hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odamlarga mumkin, faqat shu mutaxassis konsultatsiyasidan o'tganda mumkin bo'lgan holatlardagina. Demak, asosiy davo berish usuli bu tanada qon aylanishini yaxshilaydi. Demak, qon quyuqligini oldini olib, qonni suyultiradi. Tomirlarni kengaytirib, tomir spazmlarini bo'shashtiradi, tomirlarni elastikligini yumshatib, qon tomirlarda qon yaxshi aylanishligiga yordam beradi. Keyingi o'rinda bizda bu umuman olganda qon aylanishimiz yaxshilangandan keyin butun organizm o'zi uchun qonni yaxshi yetarlicha qabul qiladi, yetarlicha ovqatlanadi. O'shaning uchun qon bosimi o'rniga tushadi. Bosh og'rig'idan xudo xolisa qutulib ketishingiz aniq bo'ladi. Oyoq og'rishi, oyoq muzlashi, qo'l oyoq uvishishi, tomir tortishlar, har xil keraksiz toshmalarda kosmetik jihatdan ham bu ishlatiladi. Demak, juda ham ko'p sohada qo'llaniladi. Ham ayrimlari 100% davo bo'la olsa, ayrimlariga ma'lum bir miqdorda yordam bera oladi. Qaysidir o'zining mutaxassisi bilan qo'shma, misol uchun teri kasalliklari bo'lishi mumkin. Teri kasalligini bittada bu yo'q qila olmaydi. Teri tanassuli shu doktor yozib bergan lecheniya bilan parallel ravishda bu olib boriladigan bo'lsa, juda ham manfaatliroq va tezroq rezultatga erishishimiz mumkin bo'ladi. To'xtatib qo'yishim. Demak, zuluglarning zararli tarafi ham bormi deb so'ragan odamlar ko'p. Zararli tarafi aslo yo'q, faqatgina boya aytganimdek meditsinskiy ishonchli zulug qo'yilganda.
qachonki biz ko'cha bo'yidan soychidan topib biron bir joydan qo'yadigan bo'lsak bilib bo'lmaydi, zaharli zuluglar juda ham ko'p. Bu bizani uzoqqacha olib bormasdan tez orada juda ham yetarli kuchli zarar berish ehtimollari bor. Shuning uchun hammasini mutaxassis nazorati ostida olishlik kerak bo'ladi. Zuluglarni ishlashi, ya'ni buni ishonchli bo'lishi uchun zulug qo'ydirishga bormoqchisiz, bordingiz, suhbatlashasiz. Qanaqa zulug, одноразовыйmi, bir martalikmi yoki qustirib boshqatdan qo'yilgan, birinchi o'chirib so'raladigan narsa. Endi hamma insofini o'ziga beradi. Hozirgi kunda ko'p joyda уже одноразовый bir martalik qiladi. Endi baribir ham bilib bo'lmaydi, topiladi. Одноразовый bo'lmasligi ham mumkin. O'shaning uchun o'zi uchun birinchi navbatda shu tarafga ishonch hosil qilib, zulug olgandan keyin shaxsan men o'zim iloji bo'lsa, zulugni o'sha idishiga solib, o'ldirib, odam qo'liga berib yuboraman. Nimagaki bu odam bo'ldi, zulugli ketdi. Bu odamni ishonch tug'ilishligi uchun o'ldirib beraman faqat, o'ldirmasdan emas. Chunki ular uni olib borib yana kimlargadir foydalanib ko'rish ehtimoli bor. Shuning uchun shuni qilgan hamma uchun tinch bo'ladi. Demak, bu jonzotlarni organizmga hech qanaqa zarar yo'q, juda ham ko'p foyda beradi. Zuluglar haqida ma'lumot olishimiz uchun zuluglarni 3 ta jag'i 270 ta yaqin tishi bo'ladi. Shular bilan bu ko'proq odamdan o'sha tishlab maksimal darajada so'lagini ko'proq tarqatib va qon o'zi to'ygungacha ham qon olinadi. Zuluglar turish vaqti o'rtacha 10 daqiqadan 1,5 soatgacha turishi mumkin. Uni zulug katta kichkinaligi bog'liq. Iloji boricha maslahatim juda ham katta zuluglar olishdan sal qaytganimiz yaxshiroq, chunki zulugni kichkina olish standartning o'rtacha razmerlari ishonchliroq bo'ladi. Nimagaki zulug kattasi uzoq umr ko'rib, ko'p yashaganligi uchun kattalashadi. Bilib bo'lmaydi uni kimlargadir qachondir qo'yib, sizga yana qaytadan qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchli joyga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, zulug juda ham foydali. Hech qachon zulug olishdan qo'rqmaysizlar. Bu organizmga qanaqadir zarar berib, hushdan ketkizib, qon kamaytirib, bu ertaga qon yo'qotib qo'yib, bir nima degan hech qanaqa bir unaqa xavf yo'q. Faqat mutaxassis nazorati ostida qilinsin. Demak, zuluglarni tavsiya beramiz. Kimga zulug olish yoki hijom xizmati kerak bo'lgan bo'lsa, nomer qoldiramiz, murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish mumkinsizlar va o'zingizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar.